Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq qishloq xo'jaligi yer maydonlarining auksion savdolariga chiqarilishi agrar tarmoqda xususiy biznesni yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Buning natijasida yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilmoqda. Mavjud korxonalar esa o'z faoliyat yo'nalishlarini kengaytiryapti. Muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlagan lavha bilan mavzuni davom ettiradi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi fermer xo'jaligi xorijdan naslli chorva mollarini olib kelib, asosan sut ishlab chiqarish va chorva bosh sonini ko'paytirish bilan shug'ullanib kelgan. Xo'jalik tasarrufidagi 100 gektar yer maydonida chorva uchun ozuqa ekinlari yetishtirilgan. Yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha yer maydoniga ehtiyoj tug'ilgan bo'lsa-da, buning uchun imkoniyat cheklangan edi. Prezident farmoni mazkur fermer xo'jaligiga yangi tashabbuslarni hayotga tatbiq etish va tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi. Yana bir loyihamiz bor edi. Qora mol olib kelish uchun yer kerak edi. Prezidentimiz farmonini eshitib xursand bo'ldik. Darhol auksionda qatnashib, 100 gektardan oshiq yer auksionda yutib oldik. Mana hozir yerimiz bor. Avstriya davlatidan yana 600 bosh mol olib kelinyapti. Ozuqa bilan bog'liq muammo bo'lmaydi. Viloyat hokimligi huzuridagi ijaraga berilgan qishloq xo'jaligi yerlariga xizmat ko'rsatish direksiyasi shartnoma asosida tadbirkorlik subyekti uchun kontur infratuzilmasi bilan bog'liq masalalarning hal etilishini ta'minladi. Natijada tadbirkor auksion orqali olingan 100 gektar ekin maydoniga ham chorva uchun ozuqa ekinlarini joylashtirdi. Dalaning chekka qismida 100 kilovat quvvatli quyosh panellari o'rnatilib, elektr avtomobillarini quvvatlash stansiyasi barpo etildi. Savdo shoxobchasi qurildi. Shuningdek, maydon atrofidagi drenaj kollektor tizimi tozalandi. O'rdak parvarishlash yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda xo'jalikda yana bir yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Tumanning chekka hududida zamonaviy chorvachilik kompleksi barpo etilmoqda. Unda xorijdan keltirilgan naslli chorva mollari parvarishlanadi. Sut va go'shtni qayta ishlash sexlari quriladi hamda 40 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.